Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Ruxsor telekanalini hamroh etib oqshom pallasida bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bundan juda ham xursandmiz. E'tibor markazingizda yaxshilik sari ko'rsatuvining navbatdagi soni, bizni esa doimiy mehmonimiz Toshloq tumani Abu Hanifa masjidi imom xatibi Shukurloq domla Egamberdiyev bo'ladilar. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Charchamadingizmi? Rahmat. Tomoshabinlarga assalomu alaykum va rahmatulloh. Xayrli kech. Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin, xonadonimizga, umrimizga, ishimizga barakot bersin. Ko'rsatuvimiz ta'sirli va foydali bo'lsin ilohim. Albatta. Bugun vaqtimiz sig'dirganicha, Alloh bildirganicha kelgan savollarga, takliflarga javob berishga harakat qilamiz. Ilohim Alloh adashtirmasin, hammalarimizni bilgan yaxshi ilmlarimizga amal qilishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin ilohim. Albatta, domla, endi bugungi savollarimizni iloji boricha ijtimoiy masalalarga qaratdik. Sababi bizga kelayotgan ko'plab savollar shu oila masalasida bo'lib qolganligi uchun bu savollarning joyi, makoni boshqa, lekin savol beriladigan aynan ko'p savollar bir xil. Shuning uchun ko'proq ijtimoiy savolga qaratdik e'tiborimizni. Keyingi savollarda albatta yana o'xshashi bo'lmagan savollar bo'lsa, shunda oilaga qaratamiz. Inshaalloh yaxshi bo'ladi, xudo xohlasa. Xo'p, demak, agar ruxsat bersangiz, birinchi savolni o'qib eshittirsam. Assalomu alaykum, ilmlaringiz bardavom bo'lsin domla. Savolim shuki, ayol eriga alohida chiqib yashaylik yoki ajrashaman desa, u bitta o'g'li bo'lsa nima qilish kerak? Bunaqa holat ko'payib ketgan. Hozir javob uchun oldindan rahmat deyilgan. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Yana bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hammamizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin. Alloh taolo yurtimiz, xonadonimizni tinch, osuda qilsin, yomonlik, ofat, balolardan o'zi saqlasin. Va Allohdan so'raymiz, yer olamda birorta musulmonni oilasi buzilmasin, o'g'lini, qizini oilasi buzilmasin, hamma qo'shgani bilan qo'sha qarisin, baxtli, saodatli bo'lsin. Xo'p, endi shu savollarning o'zi ko'pligidan va hayotda o'zimiz hamma ham ko'rib bilib turibdi, oiladagi muammolar nimagadir ozaymayapti, balki jichi ko'payib qolyapti. Ajrim masalalari, kelishmovchilik, norozichilik. Eng ayanchlisi oila buziladigan darajaga borayotgan holatlar. Bittagi bizni xafa qiladigan, o'ylantiradigan narsa, u nima desangiz, umuman oila buzishga arzimaydigan sabablar. Mani o'zimni statistik ma'lumotim 95%. Mani o'zimni biz nikoh taloq masalasida imom domlalar ish ko'yindi, bu taloqda nima bo'lyapti, nimaga ajrashyapsiz, unaqa qilmang, bunaqa qilmang tushuntiradigan, keyin bu nikoh o'qish masalalar. Shulardan kelib chiqayapmanki, ko'rsatuvda ko'rib turgan ayniqsa yosh katta otaxon, onaxonlar, bu ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan hozirgi eng og'riq nuqtamiz, jiddiy masala. Bu ham bo'lsa arzimagan narsaga oilalarda buzilib ketishi, quda-andalar teskari bo'lib ketishi. Ayniqsa biz ko'p gapiryapmiz, ko'pchilik amal qilmayapti. U nima desalaring, aka-ukalar, opa-singillar iloji boricha quda-anda bo'lmagani yaxshi. Begonadan olgan yaxshi deyapmiz. Bu hayotda ham gapirishyapti. Tushungan insonlar ham gapiryapti, lekin shunaqangi aka-uka, opa-singillar, yaqin qarindoshlar quda bo'lish natijasida oilasi buzilyapti, yuz ko'rmas bo'lib ketyapti, jigarlar, yaqinlarda. Shuning uchun iloji boricha qizimizni berishlikda ham, o'g'limizni uylantirishlikda ham iloji boricha begonadan olib bergan juda ham maqsadga muvofiq, chiroyli bo'ladi. Xo'p, siz aytmoqchi, bunaqangi mana savolda ham yozibdilar, o'zi bunaqa holat ko'payib ketyapti. Albatta buni tasdiqlaymiz ham. Ya'ni ikki o'tda orasi degan narsa bor. Kuyov bolani ikki o'tda orasiga qo'yib qo'yib, iloji yo'q shartda aytib, bo'lmasam yashamayman deyish. Bu eng katta ayol kishiga eng katta beodoblik, yomon, xunuk ish. Va shu bilan birga besabab eridan talog'ini so'ragan ayol jannatga kirmaydi degan Rasulullohning hadislari bor-da. Shuning uchun men aytgan bo'lar edim, birinchi o'rinda biz ota-onalar yoshlarimizni hozirgi kunda beodobligi, jinoyatga qo'l urishi, ibo hayo masalasida tartibsizlik,
birovlarni dilini og'ritadigan, ish qiladigan, xullas yomon, xunuk ishlarni qiladigan yoshlarni borligida unutmaylik, ota-onalar biz o'zimizni aybdor deb bilishimiz kerak. Yoshlar deb gapiravermaslik kerak-da. Xo'p, shu yoshlar qayerdan keldi? Qayerdan tug'ildi? Qayerdan tarbiyani oldi? Qaysi oiladan? Shu o'zimizning O'zbekistonimizning bolalari. Mana hozir kimni qarasangiz, jinoyat ko'p, ajrim ko'p, uyati yo'q, ko'payib ketdi. Birovni haqqidan qo'rqmayapti, jinoyatchi ko'payib ketdi, yo'lda avariya ko'payib ketdi. Faqat ko'payib ketdi. Va xo'p, hali qo'lni ko'tarib to'xta deydi. To'xta. Bitta o'ylaylik, nimaga degan savol. Bu aniq javobi tarbiya izdan chiqdi. Tarbiya izdan chiqar ekan, bu hali xolvas. Agar tarbiyani tezroq joyiga qaytarmasak, o'sha o'zimizning milliy qadriyat, diniy qadriyat deymiz, o'sha bobolarimiz farzandlariga bergan tarbiya, ularning uslublari, bitta bolaga 7 ta mahallani ota bo'lishi, ota-ona o'zi namuna bo'lishi, shu holatga tezroq qaytmaydigan bo'lsak, yana qaytayapman, bu ko'ngilsiz, ko'ngilni, dilni ranjitadigan ishlar bu hali xolvas. Nimaga? Tarbiya izidan chiqdimi, yomon bolalar jamiyatga qo'shilaveradi. Buni jazolash, ya'ni haligi 15 sutka, 10 sutka, shtraf, bundan osoni yo'q-da. Bundan osoni yo'q. Masalan, bir-biriga o'chakishib yo'lda bir-biri bilan musobaqa o'ynayapti, yo zaksga chiqqanda bir xunuk holat bo'lyapti, yo haddidan oshib kerilib tez yuryapti. Nima bo'lyapti? O'rniga qaytarib bo'lmaydigan kamchiliklar bo'lyapti. Kimdir umrbodga majruh bo'lyapti, nogiron bo'lyapti, kimdir o'lyapti, qo'polgina aytganda. Xo'p, o'sha o'zini beodoblik, yomonligi bilan o'zi shu narsa bo'lsa edi, mayli, endi battar bo'lsin. O'zi shunaqa edi deysiz. Lekin o'zi bas, boshqasini kerak bo'lsa umrbod nogiron bo'lishi yoki hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'ladi. Bu ham tarbiya. O'sha yo'ldagi hodisalar ham tarbiyaga bog'liq. Chunki tarbiyali odam qonun qoidaga amal qiladi, atrofdagilarni hurmat qiladi, o'zidan ketmaydi, maqtanmaydi, kamtar bo'ladi, to'g'ri bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Endi bu mana xuddi shu savol, ya'ni eriga agar alohida chiqsangiz yashayman, bo'lmasa yashamayman degan savolni albatta tarbiyasida nuqsoni bor ayol beradi ko'proq holatda. Juda ham kam uchraydi. Uni o'zimiz shu kelin kuyov bilan gaplashganimizda, ha, kuyov bola kelinni olib chiqib ketmasangiz bo'lmaydigan holat ekan degan joyimiz ham bo'lgan. Lekin bu yuzlabning ichida bitta-bitta chiqib qoladi. Lekin bugungi kunda yo sabri chidamaganligi uchun, yo nafs ko'tarmaganligi uchun, yo nimadiriga to'g'ri kelmaganligi uchun bugun aytayaptiki, kelin hali meni qo'yib yuboring deyish bitta uslubida bu. Hali shuni davolanmayapti-yu, agar meni alohida qilmasangiz yashamayman, alohida qilsangiz yashayman. Bu yaxshi narsa emas bu. Shuning uchun men demoqchi bo'lgan gapim, bekorga tarbiya haqida gapirganim yo'q. Hurmatli ota-onalar, avvalo bolalaringga shukr. Alloh bizga ne'mat va omonat qilib farzandni berdi. Qolaversa bu dunyoda, ayniqsa oxiratda Allohning oldida javob berishni o'ylashimiz kerak. U ham shuki, qiyomat kunida bizga nechta Xudo farzand bergan bo'lsa, shuni tarbiyasini so'ralamiz. Shuning uchun kelajakda bolangni rohatini ko'ray desang, bolangga tarbiya ber deydi. Ya'ni rohat nima? Bolamizni uylantirganimizdan keyin, qizimizni turmushga berganimizdan keyin quloq solsangiz, oilasi tinch bo'lsa, bu baxt bu. Ko'chadan ota-onasiga rahmat olib kelsa, bu baxt bu. Bolamiz ko'chada odamlarga ozor va zarar beradigan ishni qilmay yurishi, bu baxt. Halol, pok mehnatlarni, hunarlarni qilib yursa, bu ota-onaning baxtida bu. Shuning uchun demoqchi bo'lgan gapim shu, baxtga erishay deydigan bo'lsak, bolalarning tarbiyasini qatiraylik. Juda ham jiddiy e'tibor beraylik. Ayniqsa mana telefon sohasida bugun odatda o'riyni ko'rganda olayadi degan bir bobolarimizning maqollari bor. Bugun o'zi odatda inson ko'proq ko'rib informatsiyaga ega bo'ladi, bunday ko'rib, qarab, gohida eshitib. Bugun ko'proq endi hozir juda ko'p narsani internetdan olyapti odam. Tovar olaman desam internetga qarayapti, yangilik, hajviy narsa ko'raman desam, diniy narsa ko'raman desam, hamma narsa internet maydonga aylandi. Xo'p, endi bu internet hayotga kirib keldi. Endi biz
Faqat bolalarimizni telefon ushlama, internetga kirma, kompyuter ushlama bilan bo'lmaydi. Bu tarbiya emas bu. Bugungi kunda hayotimizga bevosita kirib kelgan internet, kompyuter, telefon kirib keldimi? Endi bolalarimizda biz shunaqangi bir immunitet, bir kuch ichida paydo qilaylikki, o'sha insonni tarbiyasiga, hayotiga, e'tiqodiga, urf-odatiga zid bo'ladigan yot g'oyalar degan narsa bor. Ya'ni bizni millatimiz, bizni dinimiz, bizni to'g'ri yurgan yo'limizga to'g'ri kelmaydigan g'oyalar, fikrlar bor. O'sha ko'rganda internetda shuni o'tkazib oladigan yoki udalit qilib oladigan yoki jo'natgan odamga, "Ey, sen nimaga bu ahmoqona chataq narsani jo'natyapsan?" deydigan bolalarda fikr, e'tiqodni biz paydo qilishimiz kerak. Bu faqat tarbiya bilan bo'ladi. Yengil hayotga o'rganib qolyapti yoshlar. Sabrsizlik natijasida, shukr qilmaslik natijasida o'zidan ketib qolishlik, nafsini g'olibligi natijasida bugun shunaqangi savollar ko'payib ketyapti. Ya'ni mani alohida qilsiz yashayman, bo'lmasa yashayman. Bu noto'g'ri narsa bu. Qachon alohida qilsa bo'ladi? Qachoniki haqiqatdan ham o'sha kelinga oilada nohaqliklar bo'lsa, tan jarohat yetkazilsa, shunaqangi zulmlar bo'ladigan bo'lsa, shunda ota-onaning roziligi bilan kelinni alohida qilsa bo'ladi. Lekin u kelin dangasaligi uchun, ish yoqmasligi uchun, oila kattaligi uchun, shu uchun bo'ladigan bo'lsa, bunda mutlaq to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz qizi borlar, o'g'li borlar ham, xususan qizi borlar, qizlarimizga tushuntiraylik. Turmushga chiqqan bo'lsa ham chaqirib uyga kelganda tushuntiraylik. Turmushga chiqmagan bo'lsa nur ustiga nur. Qizimizga aytaylik, qizim bir xonadonga borganda o'sha xonadonga ko'nikib, sabr qilib, shukr qilib, mana biz yashadik 7 ta 8 ta bola bilan. Mana Xudoga shukr 50 yil bo'ldi, 40 yil bo'ldi, yosh katta onaxonlar gapirsa bo'ladi. Shunaqa nasihat qilaylik. Bunday kuyov bolalar ota-onani tashab, xotinni olib chiqib ketib bo'lmaydi. Bunday savol berayotgan kelinlar, Xudodan qo'rqinglar, bu beodoblik, bu gunoh, bu to'g'ri kelmaydigan ish, bu ish. Haqiqatdan o'yla gapingizda jon bor, sababi mana kelinlar qo'zg'olon degan filmni ko'rganman. Nechta kelinni farmonga olib o'tirgan. Misol uchun. Hozirgi kunda shu sabrsizlik kuchayib ketyapti. Bunaqada mana qarsa ikkita qo'ldan chiqadi. Qayna-qaynata, kuyov, kelin, qayna-qaynata, ota-onasi. Shu kelmasa qarsak cholinmaydi. Ikki tomonda ham bor. Ikki tomonda ham bor. Shuning uchun faqat bir tomonni eshitib, bu tomon bunaqa ekan, bu tomonni eshitib, bu tomon bunaqa ekan, u hamma o'zini oqlaveradi. Unutmaylik, agar kelin tomon, ota-onasi kelin haq bo'lsa, kuyov tomon ota-onasi haq bo'lsa, qudratchilik 1000 yilchilik bo'ladi. Orada kelishmovchilik chiqdimi, yo kelin tomon kelin yomon, yo kuyov tomon kuyov yomon, yo ikki taraf yomon. Shu uchovidan bittasi bo'ladi. Shunda ana keyin kelishmovchilik chiqadi. Agar kelin va uni ota-onalari, kuyov va uni ota-onalari zo'r bo'lsa, u oila mana hozirgacha 30 yil, 40 yil, 10 yil, 20 yil churqatmasdan yashaydi. Nimaga? Yaxshi ota-ona aytadi, bolasiga aytadi, sanda ayb deydi, o'g'liga. Yaxshi ota-ona aytadi, kelinga aytadi, sanda ayb deydi. Kuyovimda ayb demaydi, bu kelinda ayb demaydi, sanda ayb deydi. Nasihat qiladi, sabr qiling deydi, shukr qiling deydi. U bo'ladi, bu bo'ladi. Endi bunday olib qarasiz, yer olamda qaysi oilada kelishmovchilik yo'q ekan? Hamma oilada bo'lgan va bo'ladi. U kelishmovchilik chiqmaydigan oilaning o'zi yo'q. Rost shunaqa ekanmi? Shuning uchun biz o'zimizni bunga tayyorlashimiz kerak. Sabr qilish kerak, shukr qilish kerak, aybni o'zimizdan oqtarishimiz kerak. Xotin erdan ayb oqtaravermasdan, xotindan ayb oqtaravermasdan kelinglar, endi o'zimizdan oqtaraylik. Xotinlar, sizlar o'zlaringizdan ayb oqtaringlar, erlar o'zlaringizdan ayb oqtaringlar. Men yomonman deylar. Bugun kuyov aytayapti, xotinim yomon, kelin aytayapti, erim yomon. Ha, ikkovingiz yaxshi bo'lsangiz, xo'p, siz yaxshi ekansiz, siz yaxshi ekansiz. Nimaga unda janjal? Ikkovingiz ham yaxshi emassiz, shuning uchun janjal bo'ladi. Domla, mana suhbatlarimizni ko'p ota-bobolar eslaymiz-ku, mana siz ko'proq eslaysiz. Mana hozir shart qo'yishni aytaman-da, yo yashaylik yoki ajrashaman degan shart qo'yilyapti. O'sha paytlarda misol buvalarimiz hech shunaqa bir dangal gapira olganmidi? Yo'q, gapira olmagani aniq. O'sha gapira olmaganligi uchun menimcha u tilida emas, menimcha diliga ham kelmagan. Nimaga desangiz, onalarimiz juda oriyat, qattiq, ibolik, hayolik, sabrlik, shukrli bo'lganligi uchun mana qayting, mana bo'pti 30 yil, 40 yil orqaga qayting, 150 yil demaylik. Kim ajrashgan? Mana xolasiz 45 yosh, 50 yoshdan tepasini ko'ring, 100% deyarli ajrashmagan. Deyarli. Endi bo'lishi mumkin, juda ham kam.
Ajrim deyarli bo'lmagan. Biz shunday zo'r millatni, zo'r xalqni bolalarimiz, farzandlarimiz endi ko'ring bu ishlarni. Bo'layotgan ishlarni. Ayla nima bo'lsa ham insof topib bersin. O'ylaymizki javob olindi. Inshaalloh. Qoniqarli bo'lib va navbatdagi savolni taqdim etmoqchiman sizga domla. Xo'p, men bozorda ishlayman, musulmon ayollar avratlarini berkitib turadigan kiyim olishlari shartligini bilaman. Lekin boshqa din vakillariga ochiq-sochiq kiyim sotsam-u, topayotgan pulim halolmi yoki harom bo'ladimi degan savol yetib kelgan. Xo'p, savdoda o'zi aslida o'zimizni millatimiz bor, milliy qadriyat, diniy qadriyatlar bor va shu bilan birga endi shunday liboslar bor. U libosni siz ko'chaga kiysin deb sotmaysiz. Ayol o'zini uyida eri uchun kiyishi mumkin, o'zini nima deydi, tani mahrami deydi-yu. O'zini eri uchun, yasanish uchun oladi. Bular libosda hech qanaqa qaytarilgan joyi yo'q. Lekin aniqki, masalan, hozir ochig'ini aytganda, mana yirtiq shim bor-ku. Mana yirtiq shim ayollarga, o'zi erkaklarga ham-da. U aniq, %100 bu o'ylanmasdan, bu tarixni ham o'rganmasdan, g'arb o'sha tomonlardan bizgacha kirib kelgan xunuk bu dedi. Madaniyatsiz madaniyatlardan bittasi bu. Buni ham endi madaniyat deyishadi kimdirlar. Endi shunaqangi aniq narsalar bo'lsa, xo'p, sotib bo'lmaydi, lekin bunday olib qarasangiz, yeng kalta ko'ynak. Misol, ayollarga uyda yeng kalta ko'ynak kiydi deylik, nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi. O'zini maqomini oldilar. Shuning uchun lekin aniq bu g'ayri din aniq ko'chada kiyadigan narsa bo'lsa, xo'p, uni ulamolar makruh degan, xo'p, uni sotmang. Lekin bir libos bor, o'shani chiroyli, xo'p, jicha kaltadir yoki jicha ochiqdir, lekin bilasizki, buni olgan odam, ayol buni ko'chada kiygani uyatadi, lekin uyda o'sha kiygani oladi deb sotiladigan bo'lsa joiz. Lekin aniq bu g'ayri dinlarga tegishli deydigan bo'lsa, uni sotmagan afzal. Buni sotmagan afzal. Ya'ni g'ayri din deganda musulmondan boshqasida, chunki dinimizda ham kiyinish madaniyati bor. U madaniyat nima desa, birinchi o'rinda haligi inson o'zini badanlarini, a'zolarini bilinmaydigan darajada kiyishi va o'sha g'ayri dinlarda diniga tegishli libos bo'lmasligi. Bilib olaylik buni. U urf odatiga emas, diniga tegishli. Nimaga desangiz, bugun masalan sportivga aniq buni boshqalar topgan, uni misol boshqa kiyim, kostyum shimlar bor, bu yerga olsangiz plashlar bor, dublonkalar bor, telpay, mana ko'proq issiq o'lkalarda ko'proq g'ayri dinlar bilamiz buni. O'sha boshga kiygan, telpaylar qilgan, buni hammasini kiyyapmiz. Ularda diniga tegishli ustuvochlar emas, lekin ularda o'sha sharoitidan, iqlimidan kelib chiqib tikkan, o'zlari qaysidir modellerlar topgan buni, bizga mos tushib qolgan, uni kiysa bo'laveradi. Lekin g'ayri dinlarda diniy liboslari bo'lsa, uni kiyib bo'lmaydi. Shuni bilib olaylik-da, diniy liboslari bo'lsa keyin kiyib bo'lmaydi. Chunki boshqa noto'g'ri yo'lda bo'lsa-da, o'zlarini haq din deb biladiganlar bor-da. O'sha din egalari diniy e'tiqod qilib, diniy libosimizni kiyadigan kiyimlar bor. Shunday kiyimlar bo'lsa, uni kiyib ham bo'lmaydi, uni sotib ham bo'lmaydi. Lekin odatda o'zimizda tikilib, o'zimizda yoki boshqa joyda tikilib kiyilsa ham, lekin diniy libosi emas. Uni olgandan keyin siz uni ko'chaga kiyin demaysiz birinchidan. Oilasi kiyishi mumkin. O'sha liboslarni sotsa bo'ladi. Shunda inshaalloh joiz bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat domla. Xo'p, assalomu alaykum, shukrulloh domla. Alloh sizga dunyo va oxiratda afv va ofiyat bersin. Ayrim birodarlar shaxsiy ishxonalariga ishchi olishda ba'zi shartlar qo'ymoqda. Masalan, ishchi to'liq bir oy ishlasa, oylik maoshini oladi. Agar bir oy to'lmasdan ishni tashlab ketib qolsa, maosh berilmaydi. Yoki yozda ishga kirgan kishi qishda ham ishlashi kerak, shartlarini qo'ymoqdalar. Xo'p, shunday qilish mumkinmi? Oldindan rahmat. Xo'p, endi hammani ishxonasi o'ziniki. Ish beruvchilar haqida ish beruvchilar. Bilasizlar, qonun, qoida bor va musulmonmiz, alhamdulillah, dinimiz bor. Shuning uchun ish berishda ham, ishga qabul qilishda ham inson albatta qonunini va dinini o'ylash kerak. Qonunni o'ylamasa jinoyat bo'ladi, dinini o'ylamasa gunohkor bo'ladi. O'sha
musulmon inson rahmdil bo'lishi kerak. Ya'ni bir odam oldimizga ish so'rab kelganda, ishxonamizga kelganda, xuddi biz o'zimizni bir katta rahbar yo ish berayotgan odam bo'lib, undan yuqorida turib gaplashishimiz o'zi bitta beodoblik. Bitta o'zi musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan ish, unga nisbatan muomalada, o'tirib gaplashishda, kirib kelganda turmasdan ham keling o'tiring deb kutib olishdi o'zida, stolini ag'iga o'tib olib gaplashishdi o'zida o'zi xatoni o'zi shetda. Birinchidan ish so'rab kelgan inson ham unutmaylik, siz bilan menga o'xshagan kimdir. Bitta shaxs, O'zbekiston fuqarosi, bir musulmon, bir inson siz bilan meni oldimga kelyapti, ish so'rabmi, uni albatta o'zi birinchi boshida zo'r, muloyim, chiroyli kutib olish kerak va o'zimizni shunday tutaylikki, bu odamni sir bosmasin, ichidagi gapini gapira olsin, hijolat bo'lmasin. Bu odamga shunaqangi iliq muomalalar qilaylikki, kuni keladi, inshaalloh siz ham ishchilarni qabul qilib o'tiradigan maqomga chiqasiz deb chiroyli bir tasallilarni berib, nima xizmat deb u kishini endi qobiliyatlarini, hunarlarini, diplomlarini, mutaxassisliklarini, nima ish qilganlarini, nima ish qo'llaridan kelishini gaplashib, men boshidan tushuntirib beryapman. Keyin ishxona va bu kishimga nima ish bera olasiz? Shu darajada gaplashish kerakki, nechidan nechigacha va orada qiladigan ishlarini aniq gaplashiladi va bilsalaring oyliklar kuniga har xil yoziladi. 200 ming, 150 ming, 170 ming, 180 ming kuniga yoziladi. O'shaning uchun bir oylik degan narsa bor. Svoy shot deydi ruschasiga, o'zini hisobidan dam olish kuni e'lon hisoblanadigan joylar bor. Ya'ni bizda ko'proq svoy shot desa tushunishadi, o'shaning uchun o'sha gapni aytyapman. Ya'ni o'zini shotidan, o'zini hisobidan men bugun 4 kun ishlamayman. 150 mingdan bo'lsa 600 ming oyligimdan ayrib yuboraverasiz deydi. Shuning uchun bu bir oy to'liq ishlasangiz oyligingizni olasiz, bo'lmasa 15 kun, 17 kun, 20 kun, 25 kunda ketib olsangiz oyligingizni olmaysiz deyish sharti mutlaqo noto'g'ri. Faqat aytish mumkin, bizda ish qabul qilishdan oldin deb mana qog'ozga chiqarib uni o'qing. Biz qabul qilish shartlarimiz 7 da 8 da 6 da bunaqa kelasiz. Abad 1 soat yo 1 soat 20 minut. Bu soatgacha ishlaysiz. Siz ishingiz manu ishlar. Tushlik chetdan yo o'z cho'ntagingizdan, ujin chetdan yo o'z cho'ntagingizdan, yo'l kiringiz o'yingizdan yo bizdan hamma ishini aytiladi va beriladigan oylikda aytiladi. Shuning uchun iloji boricha masalan 1 oyda 24 kun ishlaysiz yo 26 kun ishlaysiz. Siz oyligingiz 4 million, bu degani 4 millionni 26 kunga bo'lib turadi. Bu degani kuningiz sizga 150 ming, 170 mingdan tushar ekan deb beriladi. Endi mabodo o'sha odam 20 kun ishladi, 25 kun ishladi, yo 14 kun ishladi. Qandaydir yo sog'lig'i ko'tarmay qoldi, yo ish ma'qul kelmay qoldi, yo ota-onasi unamay qoldi, yo nimadir bo'lsa kirib bo'ldi, men ishlamaydigan bo'ldim desa, uni 10 kun, 5 kun, 7 kun, 14 kun ishlagan haqqini bermaslik bu mutlaqo noto'g'ri bu. Keyin bitta narsani unutmaylik, ish beruvchilar agar Xudo saqlasin o'sha joyda, o'sha do'konda, ish joyimizda o'shanga yarasha oylik bermasak, Xudo saqlasin birovning haqqini yegan bo'lamiz. Hozirgi kunda bir odam kelsa, boshqa ish topolmaganligi uchun shu bergan 2 million, 2,5 million, 1,5 million, 2 million, 3 million oyligimga majbur ishlaydi deb turib, o'sha ishchilari, xodimlarini xizmat mehnatiga yarasha oylik bermaydigan nima deydi? Firmalar deymizmi, tashkilot deymizmi, ishxona deymizmi, ustozlar deymizmi, ustalar deymizmi, endi kim bo'lsa ham do'konlarmi, umuman qo'l ostida ishchilarni ishlatadiganlar, unutmanglar, shikoyat va savollardan bilyapman, ko'payib ketdi. Musulmon inson har bir ishda, yomon ishda ham, yaxshi ishda ham to'g'risidagi shaxsning o'rniga o'zini qo'yib ko'rish kerak. Siz tasavvur qiling, siz oldingizga bir odam ish so'rab keldi, uni o'rniga o'zingiz qo'yib ko'rish kerak. Keldi bir odam, kimdir dadasi, kimdir eri, kimdir tog'a amakisi bir shaxs keldi yo bir ayol ish so'rab keldi. O'shani o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rishimiz kerak. Ish yo'q, pul yo'q, ro'zg'or uchun, tirikchilik uchun, shu xotin bola chaqani boqish uchun siz bilan mendan ish so'rab keldi. Uni o'rniga o'zimizni qo'yib ko'raylik. Shuni o'rniga men ish so'rab boryapman. Shu korxonaning rahbari meni mensimasdan kutib olsa yoqadimi? Yo'q. Hatto ko'rishmadi ham. Qo'pol gapirdi, xunuk gapirdi.
yo'q deb mensimasdan chiqarib yubordi. Yoqmaydimi? Bu degani kirib kelgan odamga ham biz shunday muomala qilmaylik. Keyin savol beraylik, shu ayol, shu erkak xo'p ro'zg'orda deb kelibdi. Men o'zim ro'zg'orimga nech pul ishlataman, men bunga nech pul oylik beryapman. Odamda vijdon bo'lish kerak. Odamda qalbi salim, qalbi yumshoq bo'lish kerak. Musulmon odam mehribon bo'lish kerak. Shuning uchun ishchilarga oylik berayotganda savol, shu berayotgan oyligimga ro'zg'orini bir oylik qila oladimi? Nechta bolangiz bor? 2 ta, 3 ta. Ota-ona bormi? Ota-ona bor. Qari. Endi savol, ota-onasi bo'lsa, xotin bor, 3 ta bola bor. Bu degani 5 ta, 6 ta, o'zi bilan 7 ta shaxs. Siz 3 million oylik berasiz. Yetadimi? Aniq yetmaydi. Bu o'ylanadigan ham masala emas-da bu. Bo'lishtiradigan ham masala. To'xtanglar deb turib, mana 3 million oylik bersa, hop, kuniga 100 ming so'mdan 30 kunga. Endi o'ylang. Kuniga 100 ming so'mdan 7 kishiga. Nimasi yetishi mumkin? 15 mingdan to'g'ri keladi. 13 ming, 14 mingdan. Qanday savol berish kerak odam? Shu savolni berish kerak. Siz o'zingiz shunga 3 millionga rozimisiz? Ha, yo'q. Keling, shuni 3,5 million qilaylik yo 4 million qilaylik. Iloji boricha biz shunday bo'lishimiz kerakki, qo'l ostimizda ishlayotgan, xizmat qilayotgan shogirdlar, ishchilar, xodimlarimiz, hali bizda bir majoziy gap bor, ko'karsin, o'nsin, o'ssin. O'sha joydan rozi bo'lsin va ish so'rab borganlar ham sizga ishonib ish topshirdimi, endi xiyonat qilsak, dangasalik qilsak, berilgan ishni aytilgandek bajarmasak, agar o'shandan oylik oladigan bo'lsak, oyligimiz halol bo'lmaydi, unutmaylik shu narsani. Masalan, bitta o'qituvchiga ishonib, shu hukumatimiz, davlatimiz, rahbarimiz 27 ta 30 ta bolani berib qo'yyapti deylik. Bitta o'qituvchiga 45 minut o'sha bolalar bitta fandan o'shaga quloq solib o'tiradi. Agar 45 minut to'xtovsiz dars o'tmasa, oyligi halol bo'lmaydi. Yoki qorovul, tasavvur qorovul o'zi o'g'ri bo'lsa. Yoki boshqa zavod, fabrikada ishlaydiganlar. O'zi umuman, men ham, hamma ham. Chunki bizga ham ish joylarimizda nizomimiz bor, o'shanga yarasha ishlamasak. Deganim, ikki taraf ham insofli, vijdonli, mehribon bo'lish kerak. Shuning uchun biz aytgan bo'lardik, bunaqangi nima deydi? Hali bir insonni qiynaydigan, moliyaviy shartlarni qo'yib, majburiy qiynalsa ham, norozi bo'lsa ham ishlaydigan darajada qilmaylik. Bu yaxshi emas. Shuning uchun ishlagan haqlarni beraylik. Birovni ishlagan haqqini kelishuvdaqa berilmasa, Xudo saqlasin, o'sha qilingan narsalar qildirgan odamlarga, masalan, suv otadimi, devor urdiradimi, uy qurdiradimi, yerda stanoyda ishlattiradimi, o'sha odamlarga halol bo'lmaydi. Shuning uchun ishchilarning haqqini hatto bobolarimiz eskitdan aytganlar, peshonasidagi terisi qurilmay turib bergin deydi. Bugun afsus qiladigan joylarimizdan bittasi, bizi millat unday bo'lmagan. Bizi millat ustalarni ishlatgandan keyin ustalarni, o'sha xizmat qilganlarni hurmatini joyiga qilib, ishini oxirgi topshiradigan kunida mana men o'zim usta bo'lganman va necha marta guvohi bo'lganman. Alohida o'sha kuni dasturxon solib, men o'sha 93, 94, 95-yillarda aytyapman men. Bizi bobolar shunaqa bo'lgan, oshlarni qilib, boshqacha dasturxonlarni solib, hatto katta ustalarimizga to'n tugullargacha berishardi. Berib, hatto o'sha ish haqqi 0 bo'lardi. Ha, bugun ustalarning qo'lida nasiya daftar yuribdi. Tasavvur, yillab. Buni bilmayman qanaqa ori yo'q odamlarning ishida bu. Shuning uchun unutmaylik. Ustalarning ishlarni haqqini bermaganlar bugun haqiqatan yoningizda pulingiz yo'q bo'lsa, mashinangizni sotib ham haqqini berib qo'ying. Chunki haqqi berilmagan uyda o'qilgan namoz bo'lmaydi. Namoz bo'lmaydi. Yana qayta aytaman. Saqatdan bilasan desangiz, namozimiz namoz, ibodatimiz ibodat, duoyimiz duo bo'lishligi uchun har bitta narsalar halol bo'lishi kerak. Uyimiz, joyimiz, o'tirgan to'shagimiz, usti boshimiz, ushayotgan piyalamiz, yeyotgan nonimiz, hech kimi haqqi yeyilmagan, haqqa aralashgan bo'lmasi kerak. Yetimda haqqi, birovda haqqi, ustani haqqi. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Biz achinarli joyimiz buyulmani ko'p kelgan savollardan bittasi, qora aka qarzi bor bermasdan hajga, umraga chiqib ketganlar deb ko'p savol keldi shu. Qani tasavvur, birovdan qarzi bor, umraga ketyapti. Birovdan qarzi bor, hajga ketyapti.
Bu mutlaqo noto'g'ri. Bu mumkin emas. Qarzi bor odam qarzini uzib qo'ysin. Agar o'shandan oshinsa, keyin umraga borsin, keyin hajga borsin. Bo'lmasam, bu mutlaqo mumkin emas. Qarzi bor odam hajga, umraga to'laydigan pulini qarziga to'lasin. Bormasin u joyga. Chunki unutmaylik, masalan 10 million puli bor odam bo'lsa, shu 10 million puli bor odamda 7 million qarzi bo'ladigan bo'lsa, shu 10 million pulini 7 million uniki emas-da u. U birovning puli u. Uni birovning pulini to'lab ketib bo'lmaydi umra hajiga. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor beraylik. Shunda yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Rahmat domla, har bir savolimizga juda ham to'liq javob olamiz. Shuning uchun ham qisqagina savol bo'ladi, lekin yurtdoshlarimizga tushunarli bo'lish uchun o'sha tag ildiz tomirigacha tushuntirib berishga harakat qiladi domla. Yana bir savol tug'ilib qoldi shu o'rinda. Radioda bugun bo'lgan holatda bu so'z qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmadim, lekin shu yosh ulug'larimiz bor, yosh kattalarimiz bir gap ko'p yurar ekanda, men ko'cha-ko'yda ham eshitib qolardim. Endi eshitganimiz yo'qmi? Xudolar berib degan gap, keyin xudoligini qilib ko'p ishlatishyapti shu gapni. Xudolar Xudolar berib deydi. Endi xudoligini qilib shu ish bo'ldi deb juda ko'p yosh kattalar gapiryapti shu gap. to'g'ri, bu bizda xudolar berib deganda u ko'plik ma'noda aytishmaydi, hurmatan aytishadi. Xudolar berib, xudolar deganda ikkita uchta xudo demaydi. Birortasi agar shunday gap gapirgan odamdan so'rasiz, "Ya, xudo bitta" deydi. Bu aniq bu. Bizni sheva ma'noda xudolar berib shuna bo'ldi. Sheva bo'lib qolgan bu. Bu e'tiqodiy bas, albatta. Keyin xudoligini qilib degan so'zni tagida ham, tubida ham Xudo shetda xudoligini qildimi, boshqa payt qilmadimi siz? Ya astag'firulloh nima deyapsiz? Bu xudoligini qildi deganda bu ham bir sheva bo'lib qolgan. To'g'ri, bu sheva ekanini gapiravermaslik kerak. Xudoligini qilib deganda shu ishni Xudo qildi degan ma'noda aytiladi-yu, lekin xudoligini qilib yo berdi, xudoligini qilib saqladi deydi. Unutmaylik, Alloh doim, har doim bizni e'tiborsiz yo o'zimizni holimizga tashab qo'ymaganligi uchun yer olam turibdi, siz bilan men yashayapmiz, och qolmayapmiz, yalang'och qolmayapmiz, suvsiz qolmayapmiz. Xuddi go'dak bolani onasi qaramaganini bilsak bo'ladi-ku. Ha, biz undan ham ko'ra Allohimizga muhtojmiz. Xo'p, yarim soat, 1 soat xo'p, go'dak bola ota-onasiz bir narsa bo'lib qolmaydi. Lekin sekund ichidagi mayda sekundlarchalik agar Alloh holimizga, o'zimizni holimizga tashab qo'ysa, dunyo vayron bo'lib ketadi. Chunki butun borliqni boshqaruvchisi Alloh Robbimiz. Shuning uchun buna gaplarda haligi shuni o'zini to'g'ri tushunilmaydi. Agar o'zi to'g'ri tushunilsa, bu yomon gaplarda bular. Hali nima deydi? Mana hozir siz aytganingizdek xudolar berib degan narsada shu so'zni o'zini to'g'ri tushunamiz desa, ko'pgina xudo tushunib olinadi-da. Shuni aytaman-da, lekin bir odam xursand bo'lib ketsa, bu bizni shevamizga, urf-odatimizga kirib qolgan gap. Lekin e'tiqoddan ular e'tiqodda xudo bitta deydi albatta. Shuning uchun qahror gapsiz ko'paymasligi uchun shu savolni berib qo'ydikki, sababi ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz bu joylarni, shu ishlatadiganlar ham endi baribir ishlatish kerak ekan deb ishlatmaydi-yu. O'zini bir qolibga soladi degan. Albatta, xudo xohlasa. Xo'p, domla, navbatdagi savolimiz shu yaratgandan qo'rqib to'g'ri yo'lga kirish maqsadida yurtdoshimizdan yetib kelgan ekan. Ancha yil oldin Allohning azobidan qo'rqib zino qilmaslik uchun Alloh nomi bilan qasam ichdim. Sababi yana shu ishga qo'l urishdan qo'rqdim va albatta bu ishni boshqa qilmadim. Alloh nomi bilan ichgan qasamim menga yordam berdi. Men sigaret chekaman, lekin tashlashga hech o'zimda kuch topa olmayapman. Sigaretni tashlash niyati yana qasam ichib va buni boshqa takrorlamaslikka niyat qilganman. Savolim shuki, shu ishim to'g'rimi? Oldindan rahmat. Xo'p, avvalo Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik odam o'zini o'g'nash uchun taqvo deb turib, o'zini o'g'nash uchun bo'lgan harakatda aytiladi-da. Inson ikkita narsa bilan o'g'naladi. Qiladigan yomon ishlarni tashlash, qilmayotgan yaxshi ishlarni boshlash, shu bilan inson o'g'naladi. Taqvo o'zi shu. Ya'ni yomon ishlardan qaytish, yaxshi ishlarni qilish, bu taqvo bo'ladi. Parhezkorlik, Xudodan qo'rqish, Xudoning gapiga kirish, bu taqvo bo'ladi. Endi bu kishim shu bir yomon ishni tashlaylik degan ma'noda qasam ichgan ekanlar. O'zi qasam eng
iloji yo'q paytda ishlatadigan narsa bu. O'zi. Qasamni ham ha deb hayotda aralashtiravermaslik kerak. Iloji boricha kamroq, iloji boricha umuman ishlatmaslik kerak. Lekin qasam ichgandan keyin bo'ldi, endi bu orqaga yo'l yo'q. Ya'ni bir yaxshi ishni qilishda yoki yomon ishdan qaytishda shu narsalar mana foydasi berdi deyaptilar. Shu qasamni tushunganlaridan-da bu. Qasamxo'rlik bu juda yomon narsa. Qasamini buzish juda yomon narsa musulmon uchun. Endi o'zi aslida gunohlardan tiyilish uchun qasam ichsin degan joy yo'q. Faqat inson o'ziga o'zi bir nazar qilib, boshqa ma'noda gunohlardan tiyilsa ham bo'ladi. U nima degani desa, siz aytgandek haligi xohishlar, irodani mustahkam qilish va shu bilan birga o'ziga nazar qilish. Bu nima degani? Masalan, sigaret cheksam, misol, sigaret cheksam 50 rakat namoz o'qiyman. Ha. Misol, 5 kun roza tutaman deb o'zi hakimlarda shuna nasihatlari ham bor. Inson o'zini o'zi nafsini jazolab turish kerak. Jazolash qaysi ma'noda? Albatta igna tiqib bas, ibodat bilan. Masalan, bomdodga uxlatib qo'ysang, mana agar nafsim o'zingdan ko'r 10 kun roza tutaman. Hozir mana bu kishi aytganlaridek, agar men sigaret cheksam 500 ming sadaqa qilaman. Yo 1 million sadaqa qilaman. Shuni bitta qilib ko'ring-da, agar mabodo shu ko'rsatuvni ko'rgan, savolni bergan yoki shu hayotda nima qilsam tashar ekanman, tashalmayapman deydiganlar borda. Agar sigaret bir dona sigaret cheksam 200 ming sadaqa qilaman. Bu Alloh senga va'da deb turib, bitta chekib qo'ysa 200 ming sadaqa qilsin-da. Ikkinchisida nafsimiz o'zi aytadi, iltimos chekma deydi. Misol. Shunaqa qilib, avvalo nafsimizni qaytarsa yaxshi. Bir nimadan qaytish uchun juda darrov qasamga o'tib olmaylik, lekin bu yomon ish qilibdilar bu kishi, qasam ichib demaymiz. Bu nima deydi? Mana foydasi o'zi ko'rinib turibdi. Allohga qasamki, zino qilmayman endi degan ekanlar. Mana qasamga muvofiq shu ishdan uzoqda yuribdi ekanlar. Alloh rozi bo'lsin. Endi mana bu ishda darrov qasamga o'tib olmaylik. Birinchi o'zimizni nafsimizni hali ibodat bilan bir jazolab ko'raylik, yo roza tutish bilan, yo ko'p rakat namoz o'qish bilan, yo ihson sadaqat bilan bir jazolab ko'raylik. Agar o'shanda ham bo'lmasa, keyin ana oldingi ishingizdek keyin endi buni eplolmadim, endi Alloh senga shu va'dani beraman, shu ishni qiladigan bo'lsam yomon bo'ladi deb nimadir bo'ladi. Shunda bo'ladi inshaalloh. Ilohim ta'sirli va manfaatli qilsin. Davom etamiz navbatdagi savoldan bilan. Hurmatli ustoz, yana sigaretga bog'liq. Sigaret chekkan insonlar o'pkasini chiritadi va saraton, ya'ni rak bo'lishi mumkin. Savolim, chekuvchilar sigaret chekib o'z joniga qasd qilgan hisoblanadimi? Ya'ni sigaret chekib zaharlanib bo'lsa, o'zini o'zi o'ldirgan hisoblanadimi degan savol. Xo'p. Dinimizda shunday hukmlar bor. Inson uchun zararli bo'lgan narsalarda Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zlaringni qo'llaring bilan o'zlaringni halokatga tashamanglar degan oyati bor. Shu oyatga muvofiq inson o'zi uchun zarar bo'ladigan narsalarni qilishi shu oyatga tushadi deydi. Va o'zini halok qilishi va o'zini o'ldirishi ham shunga tushadi deydi. Lekin o'zini to'g'ridan to'g'ri o'ldirishi bu eng katta gunoh, yomon ish, hatto uni janozasi mahallada ozgina odam bilan o'qib qo'yiladi. Birovlarga e'lon qilmasdan, sabab o'z joniga qasd qilishlikni yomonligini odamlarga ko'rsatish va bildirish uchun. Hammaga mahallalarga chaqirib, bir o'sha shaharda obro'li imomini chaqirib janoza o'qilmaydi. Mahallada oddiy ozgina 10-15 ta odam o'qib qo'yadiki, odamlar ko'rib, o'zini joniga qasd qilish shu darajada yomon ekanda deb turib xulosa qilishlik uchun. Endi bu narsa to'g'ri bu ham odamning halokatiga sabab bo'ladi, lekin to'g'ridan to'g'ri o'zini o'ldirgan, cho'kitibmi yo nimadir qilib o'ldirgan inson bilan bir xil bo'lmasa-da, lekin shuni ta'kidlab keladi. Ya'ni o'zini o'zi halok qiluvchilarning qatoriga kiradi bu narsa bu. Chunki haqiqatan ham masalan o'zi meditsina isbotlagan, ichib chekkan odam bilan ichib chekmagan odamning organizmi juda katta farq qiladi. Sog'lig'ida ham, ko'p yashashida ham, boshqa narsada ham. Shuning uchun iloji boricha bu narsalarga yaqin kelmaslik kerak. Agar qilib yurgan odamlar bo'lsa, tish tirnog'imiz bilan harakat qilib buni tashamasak, birinchidan gunoh, ikkinchidan sog'lig'imizga zarar, pulimizga zarar, yoqimsiz hidlar keladi, bu hurmatimizga ham zarar bo'ladi, oxiratimizga ham zarar bo'ladi.
turgan bitgani zarar. Hatto pachkasiga ham yozib qo'ygan o'zi. Bunaqangi rak topib keladi, o'pka mina bo'ladi, rasmlarigacha qo'yib qo'ygan. Chunki iloji boricha bu narsalardan uzoqda bo'lishimiz kerak. Agar shu sabab bo'lib, shu bilan kasallanib o'ladigan bo'lsak, albatta eng katta gunohi kabirani qilgan odam bo'lamiz. Sabab insonning hayoti va inson organizmi o'sha inson uchun omonat hisoblanadi. Buni ham bilib qo'yish kerak. Hayotimiz va organizm biz uchun omonat. Chunki bu omonatga xiyonat haligi o'zini o'ldirish, zarar beradigan ishlarni qilish, nakolka rasmlar chizish, yana hozir Xudo saqlasin chet davlatlarda ko'p bo'layotgan adbatni ishirish, teshib olish, peshonalarga soqalar qo'ydirish, bu xunuk hol. Bular hammasi o'sha jasad omonatiga xiyonat bo'ladi. Bu harom, gunoh, jinoyat ish hisoblanadi. Rahmat domla. Bugungi tashrifingizdan juda ham xursand bo'ldik va vaqtimiz yetgunga qadar savollarni berdik va o'ylaymizki, yurtdoshlarimiz bundan juda ham xursand bo'lishdi. Endi domla, vaqt Oliy hakam sizga ajratilgan vaqtimiz ham kelib qolibdi o'zi. 45 daqiqasi bilan suhbatni amalga oshirdik. Endi bir chiroyli duo bilan ushbu dasturimizga yakunlasak. Ilohim o'zi mehribon zot, avvalo yurtimizni Alloh tinch, osuda qilsin, yomonlik ofatlardan o'zi saqlasin. Ilohim ko'rsatuvimizda bu gapirilgan gaplarga avvalo o'zimiz va eshitgan hammamiz birdek chiroyli amal qilib, hayotimizni ham oxiratimizni ham obod bo'lishiga sabab bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Rahmat domla. Aziz tomoshabinlar, agarda yon atrofingizda mana shunaqa bir shariatimizga, e'tiqodimizga zid bo'lgan holatlarga ko'zingiz tushadi, bemalol bizga savol tariqasida ekrandagi raqamlarga yuborishingiz mumkin. Biz albatta Shukrullo domladan batafsil javob olishga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi juma oqshomida yana didorlashish barchamizga nasib etsin. Omon bo'lingizlar. Rahmat.